Assalomu alaykum tumanimiz aholisi va mehmonlari. Davlat rahbarining 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barbad oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ1 sonli qaroriga asosan joriy yilda har bir mahallada huquqbuzarliklarning barbad oldini olish ustuvor vazifa etib belgilandi. Hamda bu borada yangicha ishlash mexanizmi hayotga tatbiq etildi. Yurtimizda huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashish umummilliy dolzarb vazifaga aylantirildi. Jinoyatlar uchun jazo muqarrarligini ta'minlash qanchalik muhim bo'lsa, ularni keltirib chiqarayotgan sabab va omillarni bartaraf qilish, tumanning har bir ko'chasida, bozorida, jamoat joylarida xavfsiz muhitni yaratish choralari ko'rilmoqda. Biroq tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ayrim turdagi jinoyatlar sodir etilmoqda. Xususan, joriy yilning noyabr oyida jami 82 ta jinoyatlar qayd etilgan. Shundan 14 tasi yoki 17% oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni tashkil qilib, tumandagi kriminal vaziyatga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarning asosiy salmog'i, ya'ni 42% yo'l transport hodisalari, 21% firibgarlik, 14% yengil tan jarohati yetkazish, 7% o'rtacha og'ir tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jinoyatlarni tashkil qiladi. Yuqoridagi jinoyatlarni oldini olishda fuqarolar tomonidan mulklariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari, buning uchun uylari va yashash xonadonlarini qarovsiz va ochiq holatda qoldirmasliklari, video kuzatuv kameralari o'rnatishlari, qo'riqlovga olishlari lozimligi, mol-mulklarni qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan holatda savdo qilishlari, axborot texnologiyalaridan, xususan internet ijtimoiy tarmog'idan foydalanishda firibgarlarga aldanib qolmasliklari, shaxsni tasdiqlovchi ma'lumotlarini hamda plastik kartalar raqamlarini begona shaxslardan sir saqlashlari va avtotransport vositalarini boshqarishda yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilishlari, oilaviy boshqa masalalarga kelishmovchiliklarni mahalla ittiligi vakillari orqali tinch yo'l bilan hal qilishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Hurmatli qo'shtepaliklar, jinoyatchilikka qarshi kurashishda prokuratura organlari ko'mak hamkorlikda jinoyatlarni har qanday ko'rinishga chek qo'yishga kafolat beradi. Shunday ekan, aholi va keng jamoatchilikni jinoyatlarni oldini olishga hamda ularni bartaraf etishga faol hamkorlikka chaqiramiz. Zero sodir etilayotgan jinoyatlarning fosh etilishi va oldini olishda xalqimizda mas'uliyat, tashabbuskorlik hamda daxldorlik hissi bilan yondashishni so'rayman. Shuni yana bir bor alohida qayd etamanki, jinoyatning har qanday ko'rinishga tezkor ravishda munosabat bildirishga, jinoyatga qo'l urganlarga nisbatan jazoning muqarrar ta'minlanishiga shaxsan kafolat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.